Assalomu alaykum. Oyatullo o'z YouTube kanalining hurmatli kuzatuvchilari, bugun biz sizlarga skuter narxlarini tanishtiramiz. Eski masalan, endi skuterlarimizga prava shart emas. Shuni to'liq ma'lumotini olib o'tamiz va narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Sizlar like bosib, kanalimizga obuna bo'lib tursalar, har kuni foydali ma'lumotlarni o'tkazib olmaslar degan umid qilamiz. Hozir to'liq ma'lumotni Alisher akamizdan olib o'tamiz. Assalomu alaykum. Oyatullo aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Rahmat aka. Kelinglar. Skuter narxlarini birma-bir tanishtirib, o'tsa obunachilarimiz uchun ko'pchilik so'rashdi. Hali yangiligimizni ham bitta aytib berasiz aka. Bo'ladi. Bunimiz endi veloskuter hisoblanadi. O 5 tali akkumulyator, 60 ga 20 amperlik bo'ladi. Styenkalari ekoko'rjadan bo'ladi, ko'rishlari mumkin. Hamda yumshoq bo'ladi, ana. Orqalarida yana sidinalari bor. Orqasida chemadani bo'ladi. Bunda kaskasi, o'sha chexoli zaryadniga qo'shib beriladi. Obzor ko'rishga balonlari 20 lik bo'ladi. Yumshoqqina maza qilib yuradigan balonlardan bo'ladi. Oldizlari qanaqa aka buni? Bularda jitkisi oldi jitkisli bo'ladi. Mana barabanovoy, oldi jitkisli, orqasi barabanovoy bo'ladi. Ikki kishi bemalol o'tirib maza qilib harakatlansa bo'laveradi. Akkumulyatorlari o'sha aytganimdek 5 talik bo'ladi. Bularimiz yuradi aka zaryadkasi bilan. Bular shu 50 kilometrdan 70 kilometrga yuraveradi. Bular endi yukiga qarab, qancha yuk ko'proq bo'ladigan bo'lsa, mana masalan, haydovchi o'zi haydab ketayotgan odam o'zi 100 kilo bo'lsa, orqasiga yana yoshroq odam bir 60 kilolik bo'lsa, 160 kilo yuk bilan o'rtacha 60 kilometr yurib beradi. Yengilroq odam bo'ladigan bo'lsa, 70-75 yuraveradi bular bemalol. Narxi qancha endi aka buni? Bularimizni narxi xo'p, $385 dan qilib beryapmiz. Kelishsa yana yo'lida qilib tushib beramiz. Magazinimiz o'sha joylashgan Farg'ona shahar Hamabop choyxonasining yonida joylashganmiz. Motorollar, skuterlar hamda boshqa texnikalarimiz ham bor, benzinlik, elektritskiy. Bu model bir xil, Bir xil. Orqada modellarimiz bitta tugatib olaylik aka, keyin bu orqadagi turganimiz rangi boshqacha xolos. Buni inivi, jenskiy inivi model bo'ladi. Xo'p, bularimiz ham 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Bular ham xuddi shunaqa 70-60-70 kilometr yurib beraveradi bemalol. Ikki kishi o'tirsa bo'laveradi. Bunda ham o'sha jenskiysi ko'pchilik hali erkak kishi minadiganlar chiqyapti hozir. Jenskiylarda ham mana chiqarishni boshlangan. Chiroyli model, svetlari ham o'ziga mos bo'lib turibdi. Oldi faralari ham, balonlari ham. Bulardagi endi tormozlari ikkita qo'lda bo'ladi, hamda oyoqda bo'ladi. Oyoqda ham. Rushnoylari mana bunday qilib qo'ysangiz rushnoy bo'ladi mana. Bitta knopka bilan rushnoy bo'lib qoladi. Ushlab turadi. Buni ham yerda joylari bor, chemadonlari bor. Orqasida hamda yana qo'shimcha chemadoni bo'ladi bularda. O'sha aytganimdek 5 tali akkumulyator 60 ga 20 amperlik bo'ladi. Bularimizni narxi hozir keladigan bo'lsak, xo'p, $675 dan chiqadi bular. Kelsa yana tushirib yo'lida qilib beramiz, xudo xolasa. Aytiladigan narxi $675. $675, ha. Bundan kami bor, xudo xolasa. Bundan keyin kamilarini ham qilib chiroyli qilib beramiz. Farg'ona ichi bo'yicha, Farg'ona bo'yicha dastavkalarimiz mavjud. Qolgan joylarga kelishilgan holatda yetkazib olib borib beriladi. Xo'p, bu modelimiz bitta ko'rsating. JK model hisoblanadi. 16 razmerda saka diskali hisoblanadi. 5 tali akkumulyatorlari, ular ham xuddi shunaqa 60 ga 20 amperlik bo'ladi. Bularimiz ham o'sha 70-75 yurib beraveradi. Bemalol yuraveradi. Ularda ham o'sha tagida mayatida chemadani bo'ladi, katta bo'lmaydi, kichkinaroq bo'ladi. Hamda orqasida qo'shimcha yana o'sha kaska solgani bo'ladi. Hammasini komplektatsiyalarda kaskasi, dajdivoyi bo'ladi, dajdivoy nimasi bo'ladi, kiyimi bo'ladi. Bularda hammasida shunaqa beriladi. Tur qaytaradigan bo'ladi bu. Yozda qo'yib qo'ysa, o'rab qo'ysa zo'r bo'ladi buni. Kaskalari beriladi, kaskalari bor. Kaskalari bor. Endi bunisi boshqacha modeli, o'sha narxini aytib o'tmadik. Bunisini narxi bo'ladigan narxini qilib beradigan bo'lsak, $385 dan qilib beramiz buni ham. Kelsa yana tushib, yo'lida qilib chiroyli qilib beraveramiz. O'sha Farg'ona bo'yicha o'sha bunda ham dastavkalarimiz mavjud. Boshqa joylarga bo'ladigan bo'lsa va vodiyda o'zi boshqa Andijon, Namangan, Qo'qon bo'ladigan bo'lsa, unda dastavkani kelishilgan holatda chiroyli qilib yetkazib olib borib beramiz. Bunimiz ham xuddi shunaqa oldi o'sha jitkisli, orqasi barabanovoy,
Prosta bu jicha arzonroq chiqadi. 350 dollar chiqadi bularimiz. Bunimizda sideniyasi alohida bo'ladi. Splashnoy bo'lmaydi buniki alohida bo'ladi. 5 ta akkumulyatorlimi bu ham? Bu ham 5 ta akkumulyatorli. Bu ham o'sha 75 kilometrgacha bemalol o'sha yukiga qarab yurib beraveradi bular. Поворотнийлari bor. Orqasida поворотнийsi yoki faqat tormozlik yoqadi. Orqasida pоворотнийsi yo'q. Manularimizda bo'ladi pavorot. Qimmatrog'ida bo'ladi. Bunisida yo'q bo'ladi. Ham lekin orqasida joylari bor ekan. Ha, joylari bor. Ha, hamma yo'q, joyida bor. Oldilarida mana stakan baklashga qo'yib, suv quvib, yozgi kunida salqin ichimliklar solib yursa bo'laveradi, bemalol sig'averadi. Bular ham yelim aralash yaxshi narsa. Ha, bu nimalari ham yaxshi, chiroyli. Yaxshi. Narxi ekan buni. Narxi 350 dollar bu. 350 dollar. Chiqadi, yana kam bor, xudo xolasa. Kami bor, xudo xolasa kelishtirib beraveramiz. Biz mana o'sha kulrang sveti hamda qora sveti. Qorasi ham bor ekan, mana ko'ringlar. Mana kaskasi. Kaskasi bor, ha, kaskalari bor. Xudo xolasa, chiroyli qilib berishadi. Xudo xolasa. Ha? Narxi bir xilmi? Yo'q, narxi birinchi xo'p 350 dollar bo'ladigan bo'lsa, ha, bu ikkalasi bir xil nimalar, rangi, ha, 350 dollardan, ha. Rangida farqi bor xolos. Bir xil hamma yo'g'i. Aha, endi bu ko'k modelimiz aka ajoyib turibdi. Bunimiz eng kichkina modelimiz 285 dollar qilib beryapmiz buni. Bunimiz 4 ta akkumulyatorli, 48 ga 20 amperligi, tiniq Bodo kompaniyasidan. Svetlari ham o'ziga yarashib turibdi. Ko'k rang, qora kombinatsiyada ishlatilgan. O'ta chiroyli hamda hozirda mana oktyabrgacha admin qo'yildi, dokumentlarda bemalol olib haydab yurilsa bo'laveradi. Oktyabrdan keyin ham xudo xolasa menimcha dokument so'ralmaydi. Shuna bo'lib yo'qolib ketib qolishi. Shuna bo'lib xudo xolasa yo'q bo'lib ketadi degan umiddaman. Hammamizga ham yaxshi bo'ladi. Bular qandaydir hali velosiped o'rnida elektritskiy velosipedlar bo'lib qoldi. Hammaga o'zi yaxshi keldi bular. Yordamchisiga aylandi. Hamma har xil minib yuribdi. Endi ehtiyot bo'lib, yosh bolalarga olib berib, hali katta yo'llarga chiqarmasliklaringni maslahat berib qolamiz. O'sha nima bo'lib, katta yo'llarga chiqib qolib, nima bo'lib har xil nimalar bo'lib qolishi mumkin. Yo'lga chiqib ketib qolib. O'shaning uchun buni skuterlarda hammasi Bodoniki 100%. Bodoniki 100% Bodoniki, original Bodoniki. Bodon o'sha xalq tani bo'ldi, qanaqa narsa chiqarayotganini ham bilib bo'ldi. Yaxshi narsa chiqarayotgani uchun ancha yildan beri xizmat ko'rsatib kelyapti. Aha, endi bu modelimiz bunimiz ham o'sha 350 dollarlikdan qora modeli bu ham o'sha hozir oldik. Bir xilda bu ham. 5 tali akkumulyator, 16 razmerda sakadiskali ballonlarda. Endi bu model bu modelimiz 5 ta akkumulyatorli bu ham. Bunimiz endi o'sha skuterga o'xshab chiqqan katta skuter bu hisoblanadi. Ular akkumulyatorlari ichqasinikini qo'yilmagan, yoqib ko'rsatib beraman desam, yoqib bo'lmaydi. Akkumulyatorlarni kelishsa, yonlarida ko'zlarning oldida korobkasidan ochib, upakovkasidan ochib qo'yib beramiz. Bu ham 5 tali akkumulyator, hali ochilmagan, hech qanday nima bo'lmagan, o'sha yig'ib qo'yilgan xolos. Hamma yo'g'i yangida turibdi, tiniq holatda. Narxi qancha chiqadi endi akam? Bularimiz 550 dollar chiqadi. 550 dollar. Aha, 550 dollar chiqadi. Yurish masofalari mana nimalarni ham ko'rsating. Hozir. Mana nimalarni ham ko'rsating, buni qarang qanaqa. Qanaqa narsa. Sidenalari ham o'ta zo'r, ancha-munchaga hech narsa bo'lmaydi. Maza qilib meni yurishadi. Ko'proq xizmat qilib beradi degan, Xudo xolasa ko'proq xizmat qilib beradi. Bunda ham poliklari ham bor mana. Poliklar ham tashab qo'yilgan. Poliklar tashab qo'yilgan. Tayyor poliklar. Shunaqa. Tayyormi? Olasiz, minasiz. Shunaqa. U endi sal boshqa. Bunimiz 6 ta akkumulyatorli. Eng ko'p yuradigan, 80 km yuradigan mashinamiz. Buni ham sidenalari o'ta chotki, zo'r qilingan. Mana ko'rishlaring mumkin. Eka ko'jadan hech narsa bo'lmaydi, oftoda kuymaydi. Yomg'irda hech narsa bo'lmaydi. Suv o'tkazmaydi, suv shimimaydi. Shunday artib olib, yomg'irda qolib ketsa ham, shunday artib olib o'tirib minib ketaverasiz bularni. 6 ta akkumulyatorli bo'ladi, 80 km yurib beradi bular. 80 km yuradi. 80 km, 40-45 tezlikda yuradi bular. Pastda hali reklama qilgan moshchachamizlar yurar ekanda. Oldi, orqa polni jidkisli bo'ladi bularda. Polni jidkisli. Skuterlarga o'xshab chiqarilgan ekanda. Polni jidkisli.
Oldi faralari ham to'rt burchak faralardan o'ta chiroyli chiqarilgan. Svetlari ham o'ziga yarashib turibdi buni. Zo'r holatda chiqarilgan. Buni faqatgina buni orqa yashigi kattaroq bo'ladi. Orqaga o'shancha qo'yilmagan yashik, spinka qo'yilgan xolos bunga. Chiqishi ham bemalol o'tirsa Ha, o'zimda qarasangiz o'zi katta. katta. Anchagina katta. O'zi akkumulyatori ham yaxshigina katta ekan. Bular bemalol maza qilib minib yumshoq modellardan bittasi mana shu bo'ladi. Narxi qancha chiqadi aka buni? Bularni ham $550 bular ham. Narxi bir xil aka. Ha, bir xil, ha. Faqatgina bunda 6 talik, bunda 5 talik, hamda ko'rinishiga keladigan bo'lsa, kimdir bunisini suyishi mumkin, kimdir bunisini yoqtirishi mumkin. Ikkalasi ham bir xil, 80 km yurib beradi. 80 km yuradi. Hammasini narsa tanishtirib o'tdik. Boshqa turdagi motorollerlar kerak bo'lsa, bemalol ekran nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Xohlasa chiroyli qilib qo'yib berishadi. Aka, manzilimizni ham tushuntirib bering aka. Manzilimiz Farg'ona shahar, kichik halqa yo'li, Hammabob choyxonasini yonida. Xo'p, Jo'dam chorrahasidan o'tib, Yormajor chorrahasiga yetmasdan o'rtada joylashganmiz. O'rtada kichik halqa yo'lida. O'sha yonimizda Hammabob choyxonasi, balon sotadigan akalarimiz, keyin mana bizi magazinimiz. Yo'lda bo'yida shunday hamma yo'q terilib turibdi. Bemalol o'tib ketayotganlaringda ko'rib to'xtashlaring mumkin. Kimda kim shu videoni ko'rgan bo'lsa, like, podpiskani ayamasdan taqillatib turaverasizlar. Qanaqadir savollaring bo'ladigan bo'lsa, bemalol call centerga telefon qilsalaring, call centerda hamma ma'lumotlarni berishadi degan umidaman, Xudo xolasa. Xohlasa kelaverasizlar, chiroyli qilib qo'yib bersa, Oyatullo o'z nomidan oldin. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, shu oldindan uzr so'rab qolamiz. Bizning Telegram kanalimiz ham bor, Vodiy Moto deb qidirsalaringiz chiqadi. U yerda har kuni juda ham ko'plab yangiliklar va skidkada shunaqa skuter va motorollerlarni tashlab boramiz. Bemalol kirib o'tsalaring bo'laveradi. Kommentariyaga ham metga qilib qo'yaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.